Bu Labo mashinasiga qilib bergan proyektimiz aniq bir vazifani bajaradi. Nima vazifani bajarishini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Ko'rishingiz mumkin, bu mashinamiz qishloq xo'jaligida xizmat qiladigan mashina. Ichki qismida ko'rishingiz mumkin, bochkasi bor, generatori va droni turadi. Har biri joylashganda qotib turadigan qilib berganmiz. Karkasi to'g'risida keladigan bo'lsak, karkaslarni baquvvat qilib berganmiz. Bu mashinamiz dalalarga kiradi, o'nqir-cho'nqir yo'llardan yuradi. Bundan tashqari biz resorlar qo'shib, balonlarni ham kengaytirib berganmiz, bemalol kirib chiqishi uchun. Eshiklarga keladigan bo'lsak, eshiklarni ham 5 sm qalinlikda baquvvat qilib qo'yib berganmiz. Amalzatorlari ham ikkita-ikkitadan qo'yilgan, tushib chiqishga qiynalmaydigan. Ruchkalarini ham, furniturasini qo'yib berganmiz, uzoq yil xizmat qilib beradigan. Yashigini ko'rishingiz mumkin. Yashigida akkumulyatorning himoyasi bor. Undan tashqari chiroqlariga ahamiyat berasizlar. Bu mashina dalaga kirgandan keyin akkumulyatorga og'irlik tushmasligi uchun uni yechim qilib qo'yganmiz. Generatorga ulab chiroqligini yoqib o'tirishligi mumkin. Shunda akkumulyatorga og'irlik tushmaydi. Sizlarda ham shunaqangi noodatiy zakazlar bo'ladigan bo'lsa, hammasini tushuntirsanglar, biz shunga moslab turib, baquvvat qilib, ishinglarni mukammal bitirib beramiz. Bemalol Termotentga murojaat qilsanglar bo'ladi.